Kim urdi? Yo, yiqilib tushdim. O'sha bolani hozir mazasini qochiramiz. Opa, chiqib turinglar, keyin oling. Sassiq pamperslaringni o'zimiz alashtirganmiz. Kepki bizadan o'ylasanmi? Chaq degandan keyin chaq. Mana menda yosh bo'lamasmi? Opajonim, mana nima ish qiling? Ukajonim, sen biz uchun yashab bersang bo'ldi. Jannat kaliti bu ikki opam. Ular bo'lsa, men uchun ne g'am? Kim bu qirchang'i? Qiz bola o'rtog'im. Hozir bilamiz-da. Sen nima ukamni boshini aylantirib yuribsan? Menga qara, yana bir marta oldida ko'rsam, sochingni yulib tashlayman. Anakonda, hayotim osti-usti qildingiz. Ha, nima qilib o'tiribsan? Ayrildim, opa. Voy, ukam, sendan sevgini ayirganni. Narigi xonada o'tiribdi. Ayirib tashlang. Men tushunmadim. Sovchilar kelishni boshlabdimi? Bitta uchrashuvga chiqsang, qoningni ichaman. Tushunmadi. Sen nima bizga xo'jinchilik qilyapsan? Menga desa qo'shaloq to'y bo'lmaydimi? Zatto xonalaring menga qoladi. Qiziqarli duding. Xorazmli. Voy, opalaringni. Yaxshi keldingizlarmi? Kelinglar. Kelmasman. Kiringlar deyapti-ku. Siz akangiz yaxshimi, opangiz yaxshimi? Nima deyaptilar? Xonaq bo'lsa so'rayaptilar. Rahmat. Meni qizimni oyoq-qo'llari chaqqan, o'qimishli, hamma ishlarni aytadi. Даже Google переводчикdan aylanmay qo'yibdi-yu. To'xta, oying bilan gaplashib olmayman. Shu sizlarda qalin puli nechi pul? Men o'zi o'qigan qizman, lekin sizni qiynagim kelmayapti shu. 10,000 dollar. Nihoyatda qimmatsan-ku. 2 ulli to'y. Yo'q, 3 dona. Opa, puli ish qilib uyimni remont qilib ber demaydimi? O'zing sevdi-chi deysan endi. Opa. Qizim necha kilosan? 45. 45 kilo oltin berasiz. Voy jallatkamidi dadajon ismlari? Yana bir narsa qolib ketdi. Arqon. Arqon ne kerak? To'y kuni o'zim osishga. Endi nima qilamiz? Xorazmlik qizi senga podarka emas, eplasang sevadi. Qochganmi sotsam yetarmikan? Opajonim! Bormisan ukajonim? Jiyanim bilan keldingizmi? Sizdanmi shunaqa vaqtdan beshikdan yiqitib o'rgansiz meni? Zato soppa sog'san-u? Soppa sog'mi? Qo'yasalim o'zim uchun to'yim o'zimmi? Mana aytosizmi? Navaramni gapiraman. Barishingni qil. Uyjonim mana, uyjonim. Danagidan mag'zi shirin ekanda. Qiynamasdan o'p. Buning iloji yo'q. Xuddi ken o'zginasi-ya. Ishqilib faqat ko'rinish o'xshasin-da, o'ziga emas. Qarab tur, chakish o'zim o'rgataman, a? Men bir jiyanimni aylantirib keling. Yoshlikdagi alamni olish vaqti keldi. Qaytar dunyo qaytishini opam bilganlarida edi. Sana aslida lo'lilar tashab ketgan. Opammi bolasi? Mayli opa, yaxshi yetib oling. Bo'pti, yaxshi qolinglar. To'xta, bolam qani mani? Men bilmayman. Bolamni nima qilding? Bozorga qamab qo'ydim. Xuddi siz bog'chadan meni urib olib kelganda-ka. Marjon keldi, kirlarimni yuvdingizmi? Meni ismim Maftuna-ku. Akam oladigan qizlari bo'lardi Marjona degan. Eslavoribman. Pok yursang poklovchilik deyishardi. Akam shuncha yurib, sizda pokizaga uchradilar. Akangiz qasam ichgandilar-ku. Akam ham aytadur, ham qaytadur. Akam jon. Hammasini uy manzillari bilan aytasiz. 96 var o'tolmagan bo'lsa, olib chiqing, yo'qsamiz. Поехали. Men to'g'risi vijdonim qiynalyapti, jonim jigarim akam. 2 hafta sizniki bo'ladi. Madi, 97-yil, massajistga. Lobar degan qizni guldek hayotini akam barbod qilganlar. Nima? Bu gapiraveradi, jin. Hali bilmaydilarmi akam fotxalari qaytganini? O'tgan ishga salovat, uydan ketadi halovat. Keyin o'zingizni bosing. Uchar, kelasin iflos. So'yaman. Hozir 5 minutda kelarkanlar. O'ldiraman, iflos. Aka yemoqni qusmog'i bor, o'ylab qadam bosish kerak edi. Akam qaranglar, akam. Opa, ko'p katta xotinga mashina qayda balo bormi? Men sana zo'r haydayman, ber bu yoqqa kaltni. Oxiri xayr bo'lsin. Balo qazolardan o'zing asir.
Nimani o'ldirmoqchimisiz? Bu oyna orqadagi mashinani ko'rish uchun berilgan, lab bo'yash uchun emas. Yo'lingga qara, yo'lingga qara, yo'lingga qara. Opa, aybsizda-ku. O'chir ovozingni. Parkovka qila olmayapman, qibir. Mashinani siz haydayotgansiz, parkovkani men qilar ekanmanmi? Mana. Menga qaragin-u. Qatga. Voy, buyini opa nima qildingiz? Nima bo'ldi? Adam. Dunyo shunchalar qimmatmi? Adam. O'ldik. Aptekada to'xting. Nimaga? Vazelin oling. O'zi bo'yida kim erkak? Siz Yoshing katta bo'lsa ham eringman seni. Boraman kontrga. yaxshi etib oling. O'zi nega men tanlagansiz? Oyni beraman dedi olmasang. Mana boshimga balo bo'lib o'tiribsan. Bedan bur. Alo jonim, ovqat tayyorlab qo'ying, hozir boraman. Voy sani xotining вообще xavotir olmasa ekan, a? O'zimdan katta-da, odamni tushunadi. Kamida chapkamida. Adasi nima qilasiz? Bering bu yoqqa. Hayyara. Ha, yoshli yoqib qoldimi? Kim men bo'g'izdan suqdi ketmagan? Balki sinimdir. Qayerdan bilasan? O, niday bo'q. Buzvoraman. Ne yig'layapsan? Dugonalarim aytdi. Ertaga qarib qolasan, keyin u bo'lsa yoshiga uylanadi dedi. Men seni tanladimmi? Hech qachon boshqasiga alishmayman. O'sha dugonalaring yetmadingmi? Qariniki qaymoq bo'ladi.